Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Barchamizga xayrli tong. Tongimiz xayrli bo'lsin. Xudo xolasa yana Gulistonda bir fayzli xonadonimizda chiroyli qilib bitkazib berdik. Travertinimiz rangi oppoq bo'ldi. Laklarimiz o'sha besvetni oq lak bo'ldi. Laklarimizni ko'rishlar mumkin. Mana qanday ko'rinib turibdi. Alohida bir baho berib o'tasizlar. Tiyagalarimizni keladigan bo'lsak, har doimgidek shu tiyagalarimiz po'kay bo'ldi. Shu travertin sepiladi, ustidan X lak uriladi. Shu darvozaxonamizda ikkala yonboshiga ramka tashlaganmiz. Ramkamizning ichi rombik shaklga kelgan. Rombik shaklimiz razmeri 20 ga 20 razmer bo'lyapti. Skotchimiz razmeriga keladigan bo'lsak, 0.8 skotchimiz. Tiyagalarimiz razmeri 14 cm-likdan. Noshkalari bor, tepasida noshkasi yo'q. O'sha qayirib o'tkazib qo'yganmiz. Chekkasiga mana ko'rishlar mumkin. Ramkalarimizda однотонный, hech qanaqangi begona rang qo'shilmagan. Polniy oppoq. Bu kvadratimizda, bu xonadonimizning kvadrati, общий kvadrati 318 kvadrat chiqdi. Shundan o'tib berdik. 310 kvadratga bo'ladi ekan. Ko'rishlar mumkin. Mana bu o'sha hovlimiz. Mana shu videomizni keng tarqalish uchun akalar bittadan like bosib, bittadan obunani bosib qo'yasizlar. Ko'chada ham shu ozgina travertin qilingan. Ko'chamizda shu g'ish qilingan. O'sha chimchoqlar kelib chiqishni boshladi mana. Sirasi foydasi. Oqti foydasi shunaqa bo'ladi. Bu o'sha oddiy ko'llardan chiqargan bu narsani. G'ishlarimiz sho'piga shu o'zining rangida oq gruntovkasidan surtilgan. Tepadagi esa oq 00 travertin. Uydagilarga shu narsa ma'qul keldi. Shuning uchun xuddi shu mana shu fasonda tashlab bering dedi. O'zlariga ma'qul keldi, biz qilib berdik. Darvozaxona o'sha fasollarimiz ana. Yaqinroq olib kelib ko'rsatadigan bo'lsa, mana yaqinroq hech qanaqangi defektlari yo'q, hamma joy silliq. Chotki, bu devorlar o'sha birinchi holatda ancha chataydi bu devorimiz. Buni to'g'riladik biz, rotmin tortib, rotmin shuvoq qilib, chotkilab, tekislab chiqardik. Ana laklarimiz. Bu yerda endi quyosh tushmaganligi uchun shu mana shu holida kelib turibdi. Agar quyosh tushadigan bo'lsa, bu hazlakam yaltirilmaydi bu narsa. X-loy lak urganmiz. Mana o'zi ko'rinib turibdi. Yorug' ozgina tushsa qanchalik yaltirayapti. Buni narxi keladigan bo'lsak, narxi material ichida 100 ming so'mdan lesasi lesa kiradi. Bu общий kvadratning ichiga shu material ichida lesa bor, travertin, X-loy lak, skotch, shunaqa narsalar. Tog'amda o'zi ham keldi uyda egasi, xazayan. Tog'a. Xo'sh, akalar, videomiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lib bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Vaqtimiz chegaralangan. Biz ham endi uyga ketaylik endi. Vodiyga ketamiz endi, xudo xolasa.